Shu video davomida yeng chizishni tushuntirib o'tib ketaman. Taxminiy yeng uzunligini chizib oldim. 16 cm bo'ldi menda. Yeng bosh balandligiga qo'lni eng semiz qismini o'lchaymiz. Taxminan men 15 cm deb oldim. Unga 5 qo'shib 20 cm deb oldim. 20 ni 3 ga bo'lib, chiqqan songa 1 cm qo'shib 7/6 ni yeng bosh balandligiga yurdim. Yengni qalinligiga qo'lning eng semiz qismiga 5 cm qo'shib yeng qalinligiga yurib oldim. Mana shu oraliqlarni 2 ga bo'lib chiqdim va kvadrat hosil qilib oldim. Bu bizada yeng bosh balandligi hisoblanadi. Qolgan qismlarni ham 2 ga bo'lib olamiz. Mana shu joydan chiziqlarni tutashtirib, buni ham 2 ga bo'lib olamiz va ichkariga perpendikulyar 1,5 cm kiramiz. Yeng tepa qismlarini ham 2 ga bo'lib chiqamiz. Bu joydan 2,5 cm tushamiz va bu joyni esa 3 ga bo'lib olamiz. Va perpendikulyar 1,5 cm chiqib, chiziqlarni tutashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, yengimiz deyarli tayyor. 24-maket razmerida bo'lgani uchun ajoyib yeng hosil bo'ldi.